Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun Andijon viloyatining avtomobil bozoridamiz. Bugun 2026-yil nechinchi mart? 8-martmi? 8-mart bugun mana Cobalt avtomobilimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Yurgani 150 mingmi? 154 ming kilometrlar toza ekan. Generalni chiqaradi. Puli nechi bu? Pulini 10.300 kami bor deyapmiz. 10.300 kami bor. Mana bozorlar arzon o'rtalar. 10.300 kami bor. 10 mingdan o'tib berasizlarmi? Yo'q. Ha? Iloji yo'qmi? 10.300. Nasiya savdo, variant savdo 6.000 bo'lsa, 5-6 ming bo'lsa kelishilaveradi. Muddati 1 yilgacha. 6 oydan 1 yilgacha kelishilaveradi. Mana o'rtoqlar bozorda juda ham katta sharoitlar bo'lib ketdi. Leboy mashinani nasiya qilib berishyapti mana. Qiziqqanlar bo'lsa 97lik, 161 77 Samantoy degan bola bor, Samandarjon. Telefon qilaverasizlar. O'zini ko'rsatib qo'yaymi? Ha? Samandarjon. Asakali yigitlardan. Necha kirdingiz? 20 20 kirdingizmi? Yo'q-a? Samolyotdan kattamisan sen? O, akaxon ekansan-da. O'g'lim akaxonamiz. Ha, o'g'lim akaxon. Aziz vatandoshlar, eski kanalimiz bloglarni mana yangi kanal ochdik. Sizlardan iltimos, haligi podpisatsiya bosib, layklarni bosib, kanalimizni rivojlanishiga o'z hissanglar qo'shsanglar, juda ham katta savob bo'lar. Chunki savob degan sababi meni odamlarning allaqanday ko'paysa, podpischiklarim ko'paysa, men shuni orqasidan endi kanalga narsalar qo'yaman. Boshqa bo'ladi, reklama bo'ladi, tirishlik ham bo'ladi deyapman. Savob degan sabab shu. To'g'rimi, Ramazon? Mana o'zimiz olib chiqqan avtomobillar bor. Mana Qizil Gentra so'ragan opa-singillarimiz bo'lsa, masalan, qiziqqan misol uchun do'stlarimiz bo'lsa, 2015-yilda ishlab chiqarilgan 240 ming yurgan toza, motor hamma huzur. Ichki holatlari ham yaxshi, mana chexol, polik, qulplari bor. Shu qulplarni qopdi. Sumkasi yo'q ekan. 15-yilda ishlab chiqarilgan 240 ming yurgan toza, old kapotni yangi qo'yib qo'ygan, tepasiga narsa tushganda yangi qo'yib qo'ygan, o'zimiz Shaharxonning mashinasi. Diskalari qo'yilgan, holati go'zal holatda. Narxi o'rtoqlar 6950 dan ozgina o'tib beraman. Kimgadir qiziqarli bo'lsa 90lik 217 30 77 93lik 577 76 79 ga telefon qilaverasizlar do'stlarim. Neyse üçümüz nechinchi yil ekan? Kanalga qo'yib yuboraver. 22 qancha yurgan? 54 ming yurgan toza. Avtomatmi? Avtomat. Gazi bor. Xohlagan hujjat bo'laveradi. Narxi-chi? Narxi 10600 kami bor. Mana o'rtoqlar, qora Nexia 3 avtomat istaganlar uchun o'zimiz Shaharxonning mashinasi bu ham. Xohlagan hujjat bo'laveradi. Qiziquvchilar bo'lsa, nomingizni aytib yuborsangiz. 90lik 765 0098 ga telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Qiziquvchilar bo'lsa, variant nasiya savdo naqa, pul kerak. Sizlar olib sotasizlarmi? Mana ko'rganman, Sharxonliksizda, to'g'rimi? Mana qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. O'ziga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib, o'zi bilan kelishaverasizlar. O'rtada 150 so'm, 100 so'm foyda qilaman degan joyi yo'q. O'zidan so'rab, shuning uchun nomerini aytyapmiz mana. Mashina chiroyli ekan, chaqa chiqasi yo'q ekan. Yoshlar toza ekan, balonlari ham yangi ekan pashti. Bir 30-20% yurib xolos. Telefon qilaverasizlar. Mana Nexia 3'imiz ham o'zimiz akamizniki mana 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Kirashkalari toza dedi. Mexanika ikkinchi pozitsiya. Konditsioner ham yo'q bor. 3 ta diskalarni qo'yib qo'yibdi mana. Xohlagan hujjat bo'laveradi bu ham. Narxi 6900 kam bor deyapti buni ham. 6,5 ga berar, balkim 6,5 dan o'tib berar, lekin hali 6900 kam bor deyapti. O'zimiz akamiz
Kimgadir bu ham qiziqarli bo'lsa, o'zingizga telefon qilaverasizlar. 90 217 30 77 93 577 76 79 ga telefon qilaverasizlar. Aziz akalar, ukalar, opa-singillar, sizlardan iltimos yana bir bor shu like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar, kanalimizni rivojlantiraylik. Xudo xolasa sizlar uchun qiziqarli ma'lumotlardan berib borishga harakat qilaman inshaalloh. Hammanglar ro'zalar tutgan ro'zinglarni Dargoh izzatida qabul qilsin. Savobli amalinglarni. Mana bozor bu tashqari bu bozor. Bozorning ichkariga kirilgani yo'q. Tashqarida ham mana mashina tiqilyapti. Tashqarida ham. Mashina olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz shashilmasdan, xotirjam olaveringlar. Qarindoshimniki, qo'shnimniki demasdan bozorlar narx-navolar ko'ringlar. Bozorlar juda ham yaxshi, haligi hamyonbop narxlarda bo'lyapti o'rtoqlar. Haligi nomida, qo'shnimi nomida yo qanday nomida deb shashilib qimmatlab qo'yganlardan ko'ryapmiz-da. Undan bozordan olsa nomiga o'tkazib olsa ham undan arzon tushyapti. Ko'pini ko'rdik. Telefon qilaverasizlar akalar, ukalar, opa-singillar. Kimga yana qanaqangi xizmat kerak bo'lsa, telefon qilsanglar, yozsanglar, asha sizlarga nima kerak bo'lsa, shuni hal qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Menga mana mashina kerak edi, mana oyda manaqa holat deb haligi o'zini anaqasini aytsa, taklifini unga qarab turib sharoit qilib berishga xudo xolasa harakat qilamiz inshaalloh. Telefon qilaverasizlar.